Men Munisal Janna Rasulova, oliy ma'lumotli surdopedagog, logopedman. Logo Olam ona-bola markazining asoschisiman. Hozirgi kunda 10 yoshli alohida ehtiyojga ega bo'lgan Abdulazizning onasi. O'g'limga 3,5 yoshida orttirilgan DTP va sensorinevral eshitish zaifligini 3-4 darajasi tashxisi qo'yilgan va shundan keyin qaror qabul qildim. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetini maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakultetini surdopedagogika yo'nalishida 2-marotaba magistrlik darajasiga erishdim. Farzandim bilan birgalikda rivojlandik. Hozirgi kunda Abdulazizim 92-umumta'lim maktabining 4-sinf bitiruvchisi va shu maktabda karate sport turi bilan 5 yildan beri muntazam ravishda shug'ullanadi. Hamda 2 yildan beri Olmazor tumanidagi sport maktabida parasuzish bo'yicha sportchi. Eng asosiysi, o'g'lim arab tilida bemalol kitoblarni o'qiy oladi. To'g'ri, bugungi kelishimiz oson bo'lmadi. Aynan siz bosib o'tishga qo'rqayotgan yo'lingizni birgalikda bosib o'tib, yanada o'g'limni rivojlantirish uchun hozirgi kunda vokal darsini ham yo'lga qo'ydik. Sizni ham bolangiz hali ham gapirmayaptimi? Unda sizni tushunadigan, his qiladigan, eshitadigan va albatta natijaga olib chiqadigan mutaxassis shu yerda. Har qanday bolani gapirib rivojlanishiga ishonaman. Bu kasb emas, bu bizning onalik yo'limiz.